Dunyoni bilimi bilan zabt etgan olimlar va fuzarolar ham suvning analogini yarata olishmagan. Faqat uni tejash, bug'lash yoki samarali foydalanish bo'yicha ixtirolar qila olishgan. Shunday ekan, ob-hayot bo'lgan suvni qadrlash vaqti yetdi. Chunki bizdan keyingi avlodlar ham toza va musaffo suvdan foydalanishga haqli. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan Innovik 2025 haftaligi taqdim etilgan yangi ixtirolar va suvni to'g'ri yo'naltirish borasidagi yangiliklar bilan yig'ilganlarni lol qoldirdi. Mavzuni Gulruh Husanova davom ettiradi. Shu vaqtga qadar suvni tomorqangizga boshqarsangiz, qo'shnining uyiga toshib ketib yoki ekinlarni barchasiga yetmay sizni xunob qilar edimi? Endi bu muammoga yechim bor. O'z ishining ustalari suvni mobil telefoningiz orqali boshqarish bo'yicha yangilik yaratishibdi. Qanday deysizmi? Tomosha qiling. Qo'limdagi mana shu uyali aloqa vositasi orqali suvni istalgan vaqtim o'chirishim yoki yoqib xonadondagi tomorqani sug'orishim mumkin desam ishonasizmi? Bu texnologiya orqali O'zbekistondagi irrigatsiya va suv ta'minoti sohasini yanada isloh qilish mumkin. Bu raqamli texnologiya orqali boshqaradi. Siz istalgan masofa orqali mobil qurilmadan nasos agregatini boshqarasiz. Bunda bizga mana bu datchigimiz yordam beradi va bizni qanday suvni tejaymiz. Ya'ni siz suvni hisobini mobil qurilma orqali doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Va siz 100 kub suv ketadigan joyga 120-150 ishlatmaysiz, 100 kub ishlatasiz va natijada 20 kub bizda sarf foydalanish koeffitsiyenti bo'ladi. 20 kub suvni chiqarish uchun esa nasos qanchadir miqdorda elektr energiya chiqaradi. Buni hisoblaganimizda energiya jihatdan 21%, suvni tejash bo'yicha 39% ni tashkil etmoqda. Keling, buni ishlash jarayonini birgalikda ko'ramiz. Siz mobil qurilma orqali ishlatingiz va istalgan masofada yana o'chirishingiz mumkin. Eng qiziq tarafi, siz ishtasiz, ishlash davomida sug'orishingiz kerak va timer belgilaysiz. Shu bilan bir qatorda bu texnologiya O'zbekistonda ishlab chiqariladi va innovatsion texnologiya. Yana eng qiziq tarafini aytaman sizga, buning narxi 1.800.000 so'mdan boshlanadi. Agar siz shunga o'xshash texnologiyani chet eldan xarid qilsangiz, $2000-3000 va ularning programmalari qiyinligi hisobiga siz boshqarishga qiynalasiz. Bu dastur o'zbek tilida va o'zbek dasturchilari tomonidan ishlab chiqarilmoqda.